harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qolishni xohlamsiz? Bosh a. Yolg'iz a. Oyoq a. Ulanma a. A harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tanishtirsam da'vatidi. Qanamsa diqqat qiling. Yarış bu Andargilning atlas kengligi, chaqnab aksi aynakda echildi kengli. O'g'ri daraxt kesmakda osta-osta, daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetcan Meynet balalarga öç, Meynet balalar Mehmetcan'a amroq. Meş'al ketirip kelmekte es'et, gayret kıl gayret, tez nişanğa yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib taqandiq. Ne'ga a'ni qo'ysak na bo'ladi. Ne a na. T'ga a'ni qo'ysak ta bo'ladi. T a ta. A t at. A'ga na'ni qo'ysak ana bo'ladi. A ne ana ana. A'ga ta'ni qo'ysak ata bo'ladi. A t ata ata. Bizning oila. Bizning uyda buvam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Buvam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam mayda yig'lang'u. Kechqurun hammamiz jam bo'lib kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, Meş'al oynar Esnet, Axlat töker Hanife, Es'et polni tazlivet. Eydikiler bu şiirimni anlap meni maqtab ketdi. Bizning aile pek baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men ailamizni intayin yaxshi ko'raman.